Assalomu alaykum barchaga do'stlar. Sizlar bilan Yunus Ali va sizlar har doimdek Yunus Ali YouTube kanalidasizlar do'stlar. Sizlar yangi videoni ko'rib turganingiz juda ham xursandman qandolar. Videoga like bosib qo'yinglar, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlardan поддержка bizdan har doimgi kontent do'stlar. Qandolar do'stlar, video общаемся Telegram kanal, Telegram guruhimizda ссылка bo'ladi. Обязательно obuna bo'lib qo'yinglar qandolar. Albatta sizga ham da'vat kerak bo'lsa qandolar pastda qoldirilgan havola orqali o'tib Yunus Ali Marketdan da'vat qilishingiz mumkin. Do'stlar, demak, bugun biz sizlar bilan qandolar 3-rangga ko'tarilamiz ekan. Qandolar 2-rangdan 3-rangga chiqamiz qandolar. Bolalar, bizga 3-rangga ko'tarilishimiz uchun nima kerak bo'ladi? Akalar, shunaqa staj sostav akalar o'yinda bo'lgan paytda kirasizlarda qandolar. Bu yerdan o'slar biz ya'ni UK topshirishimiz kerak. UK nima qandolar? Bu UK bu Уголовный kodeks akalar. Mana shu yerdan hozir imtihon topshiramiz akalar UK ga, ya'ni Уголовный kodeks akalar. Bizda tekspandda hamma yo'g'imiz tayyor qadrdonlar. Shunday qilamiz. Kiramiz akalar bu yerga. Men tekspandga hamma yo'q taxlab olganman. UK qilsam qadrdonlar mana menda UK kelib chiqadi qadrdonlar. Ko'rsam mana nimaga qadrdonlar U kodeks ko'ryapsizlar. U kodeks ichiga kiraman, hammasi tayyor menda qadrdonlar mana. Ular shunaqa gaplar qadrdonlar. Endi kutamiz o'chirtimiz kelishini. Do'stlar, mana biz o'chirtimiz keldi qadrdonlar. Bu yerga yozamiz. Здравия желаю, можно сдать UK deymiz ekan. Ya'ni UK topshirsam maylimi deymiz qadrdonlar. Tak, iya. Afaka bo'lib qoldi. Kamolchi qoching endi o'chiribdan tezroq. Mazga yo'q. Yomon to'sildingizda qoching. Здравия желаю akalar, mana можно сдать UK deymiz akalar. Biz tez bo'lamiz, xudo xolasa. Kutamiz endi buni akalar. Damian Razor. Shu bu ham tez yozsin-da. Здравия желаю, здравия. Tak. Bo'ling, so'rang tezda. Tezda so'rang endi, akajonim. Хорошо, 1-2 Уголовный kodeksda akalar 1-2sini so'rayapti akalar. U kodeksga bosamiz, 1-2sini bosamiz akalar. Tak bo'ldi. 1-2 akalar, mana biz tezda bo'lamiz. Biz tekspandda hamma yo'q tayyor do'stlar. Tak, tezda so'rang endi. 2 Уголовный kodeks deyapti. 2-2sini ko'ramiz akalar. 2 u kodeks 2 O'sha akalar siz topshirib bo'ldingiz deyapti, bilyapti bizda akalar tekspand borligini. Ura deb qo'yamiz akalar, rahmat. Так что, joningiz sog' bo'lsin, Damian aka, boringizga shu aka ko'rsam tekspand bo'lsa akalar, просто boshqa harfni yozasizlar. Shunday qilib olaman akalar, mana men постоянный usi qilib qo'yganman. Ustav akalar, bu ustav mana. Ustav bor beradi, ustavdan topshiramiz sekin keyingi ranglarga akalar. Mana hozir UK qilamiz. UK mana akalar, U kodeks chiqadi. Ustiga bitta bosasizlar. Tayyor mana akalar, hamma yozilgan. Ustiga mana shunaqa edi. Birov sizlardan U kodeks topshiraman desanglar, birov birda ayt desa akalar, mana birov ustiga bitta bosasizlar mana. Ya'ni birov akalar menda UK qilamiz, hozir yo'qolib qoldi. U kodeks mana birov birda yozsa akalar, birov ustiga bitta qilasizlar, tayyor chiqib qoladi akalar. Hozir semen chatiga jo'natib ko'rsataman. Shunday qilib semen chatiga yozib jo'natasizlar akalar mana. Нападение на гражданское лицо 2-уровень o'zizga bo'lyapti akalar. Ko'ryapsizlar? Xuddi shunday qilib akalar biz UKni topshirib olamiz. Ko'pchilik qiyin deb bo'lyapti akalar, bu juda ham oson. Xudo xolasa men Telegram kanalimga ham akalar bu faylni tashlab qo'yaman. Tayyor qilib sizlar yozib yurmaysizlar, bolalar. Ya'ni tekspandga kirib tayyorlab yozib yurmaysizlar. Telegram kanaliga o'tib obuna bo'lib qo'ysizlar. Men tashlab qo'yaman Telegram kanaliga. Tekspand ilovasini Play Marketdan tortasizlarda. Men Telegram kanalimga tashlagan faylni sketchat qilib tortmagandan keyin qadrdonlar bemalol nima desa bo'ladi. Ya'ni tekspandga yozib yurmasdan joylab olsanglar bo'ladi qadrdonlar. Bo'lmasa akalar bizga endi hozir yana 2 ta trenirovka kerak va sizlar 2 ta leksiya kerak. Ya'ni stroy paytida qadrdonlar sizlarga 2 ta leksiya, 2 ta trenirovka qilgan paytida biz o'tgan safar videoda ko'rsatganimdek screenshot qilib olasizlar qadrdonlar va diskotekaga sizlar bilan ham shunaqa qilib akalar Havishinaga tashlaymiz akalar hozir. Tak do'stlar, endi biz diskotekada xuddi o'tgan safar videoda qanday ko'rsatgan bo'lsam, xuddi o'sha yana sistema повышения, ya'ni заявление повышения degan joyga kirasizlar. Bu yerga qanday kirishni o'tgan safar videoda ko'rsatganman. Ko'rmaganlar bo'lsa, albatta kanalimizga o'tib, bundan oldingi videoda ko'rsanglar, qanday qilib zaявление topshirishni o'rgatganman. Qadrdonlar mana xuddi shunday qilib yana qanday topshirganman. Yunus Nishonboyev 2dan 3ga nija qilib akalar Damian Razor belgilaganman. Zamdetirda akalar rasmlar ketyapti mana hozircha akalar. Endi biz qandolar hozir o'yinga kiramiz. Ya'ni bizga xuddi shunaqa mana qaranglar. Tepadagi odamga shunaqa tagiga petitsiya qo'yib qo'ygan, ko'ryapsizlarmi? Xuddi shunaqa petitsiya qo'ysa akalar o'yinga kiramiz. Yoki o'tgan safar videoda aytib o'tganimdek, qandolar petitsiya qo'ymagan bo'lsa ham, agarda staj sostav o'yinda bo'lsa, o'yinga kirib zaявка tashladim.
Mana o'sha ptisga qo'yib qo'ydik, ko'ryapsizlar. Zaryadga tashladim. Kelib men ko'tarib qo'y degan bu qatqandilar mana. Ungacha bizga ptisga ham qo'yib qo'ydi. Endi o'yinga kirib biz ko'tarishni so'raymiz. Tak bolalar, mana o'yinga kirib oldik. Rangimizni ko'tarishlar kerak. Biz rangimiz hozir 3 do'stlar. Demak, qandolar biz rangimiz 3 ekan. Biz nimalar qilsak bo'ladi qandolar? Juda bu yig'ini severdi. 3 rangga ko'p narsa ochiq ekan akalar. Qaranglar. Bizga va ko'p chiqqanlik buni. Narochnik taqish qo'lga. Akalar, birinchisi. Ikkinchisi narochnikni yechish akalar. Endi bunga elp qoidalari kerak emas narochnikka akalar, ya'ni kishan taqishga. Uchinchisi bu akalar obiscate. Ya'ni izlash akalar, narkotika bormi yo'qmi mana. Izlaysizlar, buni ham elp qoidalari bo'yicha qilinadi akalar. Mana nelegal narkotika bormi yo'qmi cho'ntaklarida akalar. Mana yo'q ko'ryapsizlar, bo'lsa agar asosiy paydo bo'ladi akalar, necha kilogramm borligi. Iziga tusiga bitta bossanglar akalar, mana katta yozyapti. Hammasi yo'q qilindi deyapti akalar. Cho'ntagida bor narkotikalar. Keyin komandamiz nima bizim? 3-rangli cho'ta akalar hammasi ochiq ekan. Qaranglar, qo'lga naush taqasizlar. Keyingisi mana konveyер bo'yicha, ya'ni orqadan yurgizish bu. 3-rangga bu ham ochiq ekan akalar mana. Orqadan mana yurgizish akalar ko'ryapsizlar. Kishan taqib turib mana orqadan yurgizasizlar. Xuddi shunday qilib akalar mashinaga borib turib, mashinani egizib o'tib turib, mashinaga pasalit qilsanglar, mashinaga o'tiradi akalar. Mashinaga o'tkazib qo'yasizlar, keyin olib borib qamaysizlar. Men hozir qamamayman, chunki akalar Umar o'zimizga yordam beryapti. O'zbek ham birga ishlaymiz. Konvoyda olamiz. Naruchnikni ham yechamiz akalar. Niyat naruchnik. Keyingisi akalar nima bizda? Organizatsiya. Keyingisi akalar shtraf. Bizga shtraf yozib bersak bo'ladi. Bizga shtrafni nimaligini akalar keyin qarang yozasizlar. Bu yerda summa shtraf deyapti. Puli 1 rubldan 5000 rublgacha bolalar. Keyingisi esa akalar nima sababligini yozasizlar ruschalab. Hozir shtraf yozmayman, bu o'ziga bekardan bekar. Keyingisi akalar biz zaprat litsenziya deyapti akalar. Mana bitta bosasizlar akalar, mana qaysi litsenziyasini olib qo'ymoqchisizlar akalar. Qurolga litsenziyasini olib qo'ymoqchimisizlar yoki suvga yuradigan mashinasiga yoki havoga anaqasini, pravasini yoki prava xulosa akalar shunday olib qo'ysa bo'ladi-da, mana shundaylar o'zinglar. Keyingisi bizda nima? Akalar, keyingisi bizda arestovать. Ko'ryapsizlarmi mana? Arestovать bolalar. Ustiga bitta bosamiz akalar. Mana bu должны находиться возле КПЗ, ya'ni biz mehmonxonada bo'lishimiz kerak. Akalar, biz qamoqqa olish uchun undan oldin biz nima qilamiz? Ya'ni rozыsk beramiz pastda. Rozыsk akalar, rozыsk nimaga rozыsk akalar? Birinchisi hujum qilish, нападение mana. Нападение kimga? Oddiy xalqqa hujum qilgan bo'lsa, birinchisini bosamiz, 2 yulduz bo'ladi akalar. Ikkinchisini bossak, ya'ni bu ya'ni biz bunaqa milisiyada boshqa ishlaydigan odamlarga hujum qilgan bo'lsa, 4 yulduz bo'ladi akalar bu. Keyingisi akalar нападение с применением оружия, qurolda hujum qilish akalar. Oddiy xalq bo'lsa 4 yulduz. Bunaqa ishlarga bo'lsa, bizga militsiyalarga bo'lsa akalar 6 yulduz qo'yiladi. O'lgansiz akalar, shunaqa o'zlar o'qib chiqasizlar, keyin uchraganlarga bandolar bo'lsa kelar askarlarga qilib akalar. Hozir biz mana ko'tas tepaga yog'ib chiqsa akalar, chatda buni hamma ko'radi. Ya'ni mana shu ishlaydiganlar ko'p ko'radi akalar. Mana hammasi Yunus Ali Nishonboyev, повесил уровень розыска игроку Umar Abdusattorov на 3 преступления оскорбления akalar, 3 yulduz akalar. Yana shuni ustiga bosamiz, снять розыск ustiga bosamiz akalar, rozıskni ovordi akalar. Qamoqqa qo'yib tushirishdan oldin avvallar rozыsk berasizlar. Keyin o'sha rozыskni nechta yulduzasi borligiga qarab turib akalar, ya'ni 5 yulduz, 2 yulduz shunga qarab turib akalar, qamoqda qancha o'tirish muddati bo'ladi bolalar. Do'stlar, mana Umarga rahmat deb qo'yamiz. Umar Abdusattorov xulosaga tugatdik. Mana 3-rangga akalar, mana почти hammasi ochiq ko'ryapsizlar bolalar. Do'stlar, shunaqa gaplar. Do'stlar, demak, bizdan uzoqlashmanglar, kuchashib davom etinglar. Qanday xudo xohlasa keyingi safar 4-rangga qanday ko'tarishni ko'rsatib o'taman bolalar. Videoga bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Telegram kanal, Telegramga obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmang bolalar. Qanaqa qaytarib olish aka, qidiruv qo'yil deydi. Qaytarib olaman-da. Ashaqa bilmayman, har yangi shekilli yumaram. O'rganib olasizlar, videolarimizni ko'rsangiz qanaqa ekanini shu videoda ko'rib olasiz. Bolalar, hammaga rahmat. Agar donat kerak bo'lsa, pastda qoldirilgan havolalar orqali o'tib, albatta Yunus Ali marketdan donat qilishingiz mumkin. Joninglar sog' bo'lsin, o'zinglarni ehtiyot qilinglar.